Farzandingiz katta bola bo'lib dasturxonga sherik bo'ldimi? Ana endi shu stulchiklarimiz siz uchun juda ham qulay yordamchi bo'ladi. Farzandingiz nonushta paytida sizni qo'lingizda yoki tizzangizda o'tirib noqulayliklar keltiryaptimi? Yechimi shu stulchik. Stulchigimiz 6 oylikdan 3 yoshgacha xizmatlarni qiladi. Birin-ketin funksiyalarini va nimaga ishlatishlarini hammasini ko'rsatib o'taman. 3 ta pozitsiya orqaga yotadi. Oldiy doskasi 3 ta pozitsiya kirib chiqadi. Ustki qismida chornovoy, belovoy doskalari bor. Komplektida matrasniklari ham chiqadi va buni xohlagan joylarga qo'yib olsanglar bo'ladi. 7 ta положение tushib chiqadi. Agar siz xontaxtali, ko'rpachali stulda o'tirsangiz, o'sha yergacha tushadi. 12 talik stulda o'tirsanglar, unga ham balandpast bo'lib tushib chiqadi. Teg qismiga keladigan bo'lsak, narsalarni qo'yish uchun joy ajratib ketilgan va 4 ta tegida g'ildiragi bor. Xonadan xonaga bemalol sudrab olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Yig'ishtirib qo'yishga keladigan bo'lsak, juda ham ixcham bo'lib yig'ishtiriladi. Mana, yig'ishtirib qo'yish. Narxiga keladigan bo'lsak, skidkada 780 ming so'm. Ranglariga keladigan bo'lsak, qaymoq rangi bilan oqi bor. Bu videoni stulchi qidirib yurgan tanishingizga jo'natib qo'ying. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz ham bor. Do'konga kelib ham ko'rib bemalol olsanglar bo'ladi.